Ciao do'stlar. Bugun men sizlarga qanday qilib xorijdan kitob buyurtma qilishni o'rgataman. Buni yaqinda qilgan xaridim misolida ko'rib chiqamiz. Avvalo shuni aytib o'tishim kerakki, men kitoblarni asosan Amazon Marketplace dan xarid qilaman. Chunki bu yerda kitoblar ancha arzon va har xil chegirmalar bo'lib turadi. Afsuski, Amazondan O'zbekistonga to'g'ridan-to'g'ri yetkazib berish xizmati mavjud emas. Shuning uchun biz maxsus yetkazib berish xizmatlaridan foydalanishimizga to'g'ri keladi. Bunday xizmat turlari juda ham ko'p va siz o'zingiz istaganini tanlashingiz mumkin. Masalan, men Globing.uz yetkazib berish xizmatini tanlaganman. Chunki bu firma orqali men kitoblarimni juda ham tez va sifatli qabul qilib olaman. Va men buyurtma qilingan kitoblar bular Gomerning Iliada va Odisseyasi, Virgiliyning Eneidasi va Dantening Ilohiy komediya Jahannam kitoblari bo'ldi. Bularning barchasi Penguin Books nashriyotining maxsus kolleksion kitoblar turkumiga kiradi. Juda ham chiroyli, muqovaga ega. Xonamda nihoyat Gomerning Iliada va Odisseya kitoblari jam bo'ldi. Ko'rib turganingizdek, hozirda chet eldan go'zal muqovali va original kitoblarni buyurtma qilish ancha oson bo'lib qoldi. Menimcha, siz ham bir marotaba buni sinab ko'rsangiz bo'ladi.